Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Bugun bir video qilib tashlab qo'yaylik dedik. Anchadan beri tashlaganimiz yo'q videolarni. Bu katagimiz uzunligi 2 metr bo'lib, eniga 1 metr. Bo'yiga ham 90 cm, oyog'i 20 cm. Ikki yoni panel, orqa tomon DVP bo'ldi. Lekin poli ikkili taxtadan bo'lgani uchun baquvvat bo'ldi. Men 90 kiloman, mana ko'taraveradi xudo xolasa. Qo'llari ham baquvvat zo'r bo'ldi. Teginasi mana, tegini ham bu yarasha chiqqan. Qo'llar baquvvat, atrof fanir, tomi yopilgan xudo xolasa. Qo'nog'i mavjud. Har zamonda bir chiroyli ko'ngilda ketayib qoladi. Hammasi yaxshi chiqadi-yu. Bo'lacha chiqdi. O'shanga bir izohlab, keyin fikrlarni ko'rdim. Kaptarvozda bizga palon millionga kaptar olaman dedi. Shuni bizdan 600 ming so'mga olsa, uzunligi 2 metr. Shuni yashit yaradimi orqa tomoniga? Nima qilsa? Gilaznoy ilsa ham kamida 20 ta uyasa. Yonlari bilan 30 ta ham sizga kerak. Demak, shuni olib ichine bitakiga kattaroq gilaznoy yasab bering dedi. 4 million so'm. Hayam yo'qam demay ketdilar. Demak, mashina 600 mingdan 3 tasini olsa ham o'sha 1.8 ming ishi bitadi demoqchiman-da, kaptar uya qilgan. Buni qator terib qo'ysa, silsa bemalol. Endi mana bunaqangi narsalar ham yasab sotyapmiz. Bu kitob javon o'g'lim tergan ekan. Hozir pastesiga eshiklarni oshim qo'yib qo'ysa bo'ladi. Endi yana bitta qizg'ara kata yasadik. Bu qizg'ara katamiz ma'nosi 4 ta xo'roz turaveradi. 4 ta xo'rozdan keyin oldichi ayvonchasi bo'ladi. Buni endi izohlab o'tgan safar. Katayimiz mebelniydi. Marta o'g'lim ham quyon kata yasab qo'yibdi mana. Tasaka sokan ekan. Endi mana marta o'sha men aytgan ideal katayimiz 4 ta xonasi bor ichida. Endi marta ayvonchasi bor. Ayvonchasiga kirasiz. Qishda kilonka tashab qo'yasiz, bo'laveradi. Omonaki. Kilonka tashab qo'ysangiz, hali qishda so'rib to'xladi. Ichkada kirib stolchan qo'yib o'tirib, semishgan taqib, xo'roz tomosha qilib, fikrlaringizni bildirib, xo'rozga, sherigingizga qilib. Qo'rg'on joy bo'lganda endi tayinni hali ham qildik. Eshiklari ham hali qochiloq. Mana mixti suv bo'lsa, ne chiqadi. Mana ochildi endi. Buni eshigi bo'ladi. Eshik ochiladi. Ichida 4 ta xo'roz xonasi bor. Panel bo'lgan taylari, reka oldilari. Endi mana marta panel. Xonasi tevadagi 90 ga 1 bo'lgan. Pastdagisi 1 ga 1 bo'lgan xonalari. Endi qiziqqanlar bo'lsa, xo'roz ishqibozlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaveradi. Atroflari panel. Bugun tomini yopqamiz buni ham endi. Qiziqqanlarga buni ham 1.5 million so'mga beramiz. Dastavkasini o'zlaring kelishtirib oladi o'sha. Xolos ko'rkam chiroyli chiqqan. 4 xonali. Endi marta yana 2 xonaligimiz bor. 8 ming so'm oldi endefligi uchun shunday aytdik buni. Hop, 2 xonaligimiz mana shu bo'ladi. Bu 120 ga 85 2 xona. Qiziqqanlar bo'lsa. Buni yana o'kini video qilib tashlaganmiz. 3,5 metrlik katayimiz, 360 lik katayimiz. 5 million so'mda. Manzilimizga kelsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshqo'z quloq Shabboda 108 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.